Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'g'li Adam Qodirov Grozniyadagi yo'l transport hodisasidan so'ng shifoxonaga yotqizildi, deb xabar berdi 16 yanvar kuni. Muxolifatdagi Niso Telegram kanali va Kavkaz Reali nashri manbalariga tayanib. Ularning ma'lumotiga ko'ra, Adam Qodirov og'ir ahvolda, xusus holatda shifoxonaga yetkazilgan. U Grozniyadagi Respublika shifoxonasida yotibdi. Jabrlanuvchi reanimatsiya qilinib, Moskvaga olib ketishga tayyorlanmoqda. Manbalarga ko'ra, Qodirov korteji katta tezlikda harakatlangan. Bir necha avtomobil yo'l transport hodisasi ishtirokchisi bo'lgan. Bir necha kishi jarohatlangan. Halokatdan keyin Grozniy shahri yopib qo'yishdi. Xususan, Qodirov olib borilgan shifoxona yo'llari yopilgan. 18 yoshli Adam Qodirov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning eng mashhur farzandlaridan biri. U Checheniston xavfsizlik kengashi kotibi va Respublika ichki ishlar vazirligi kuratori hisoblanadi. Rossiyaga Hindistondan 100 mingdan ortiq mehnat muhojiri kirib bordi. Ularga Rossiya Hindistonga neft sotishdan oladigan rupiyalar hisobidan ish haqi to'lanishi mumkin. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, chegara statistikasi o'tgan yilning birinchi choragida Rossiyaga qariyb 32 ming nafar hindistonlik, ikkinchi choragida 36 ming, uchinchi choragida esa 63 ming kishi kirganini qayd etgan. 2025 yil oxiriga kelib Rossiyada 80 ming nafargacha Hindiston fuqarosi ishlagan. Shu davrda Rossiya prezidenti Putin va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi 2026 yil uchun yana 71.800 nafar Hindiston fuqarosini kvota asosida jalb qilish to'g'risida bitim imzolagan. Hindistonlik ekspertlarning aytishicha, Rossiya mamlakatda mahalliy ishchilarni maqsadli ravishda yollamoqda. Rossiyadagi ish haqi ular uchun oyiga 475-950 yevroni tashkil etadi. Bu Hindistondagi daromadlardan ancha yuqori. 2025 yil dekabr oyida Sankt-Peterburg ko'chalarida hindistonlik gastarbayterlardan iborat butun brigadalar paydo bo'la boshlagan. Ular oyiga 100 ming rubl maosh, bepul turar joy, ovqatlanish va rus tili kurslari berilayotganini aytgan. Rossiyaga ishchilar kerak, Hindistonga esa ishsizlikni eksport qilish zarur, deydi ismini oshkor etmaslikni so'ragan hind diplomati. Kiyevda yuzlab ko'p qavatli uylar issiqlik va svetsiz qoldi. 9 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shini Kiyev bo'ylab navbatdagi marta yopirilma zarbalar yo'lladi. Shundan keyin shaharda issiqlik, elektr va ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha vaziyat keskin yomonlashdi. O'sha kuni Ukraina poytaxti meri Vitaliy Klichko shahardagi ko'p kvartirali uylarning qariyb yarmi, 6 mingga yaqin uylar issiqliksiz qolganini aytib, bu hududlarda yashovchi kiyevliklarni imkon qadar shahardan ketishga chaqirdi. Shu haftada Kiyevda kuchli sovuq boshlandi. Muzlash va noqulay ob-havo tufayli tiklash va ta'mirlash bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarda qo'shimcha qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Ukrainaning DTEK energetika kompaniyasi Svet bilan bog'liq vaziyatni butun qish davomidagi eng murakkabi deb atadi. Oradan 5 kun o'tib 14 yanvar kuni Klichko Kiyevdagi vaziyat hamon juda murakkab ekanini aytdi. Bunaqasi keng ko'lamli urushning 4 yili ichida birinchi marta bo'lmoqda, deb yozdi u. O'sha paytda shaharda uning so'zlariga ko'ra 400 ga yaqin ko'p qavatli uylar issiqliksiz qolgandi. Mer Kiyevning Dnipro daryosi o'ng sohilida joylashgan qismida issiqlik ta'minoti bilan bog'liq vaziyat nisbatan barqaror ekanini aytib, chap qirg'oqdagi vaziyatni murakkabroq deb baholagan. Shu bilan birga Zelenskiy Kiyev ma'muriyati energetikadagi murakkab vaziyatga tayyorgarlik ko'rish uchun boshqa hududlarga qaraganda ancha kam ish qilganini afsus bilan ta'kidladi. Klichko esa unga javoban prezidentning bunday bayonotlari minglab odamlar, mutaxassislarning fidokorona mehnatini yo'qqa chiqarishi, ular odamlarga svet va issiqlikni qaytarish uchun kecha-yu kunduz ishlayotganini ta'kidladi.